Assalomu alaykum obunachilar. Mana navbatdagi darvozamiz 2 qavatli darvoza bo'lyapti. 1.8 lik lis. Yana bitta egizaklar. İşimiz davom etyapti. Kech bo'lishiga qaramasdan mana bitta darvoza boshlaganmiz. Suyaklari 2-1, pechat darvoza. Mana shu ustamiz qilishyapti. Usta, taassurotlar qanday? Yaxshi. Challenge nima qilsa obuna bo'lsinmi? Bosaversinmi? Xudo xolasa bitta obunachilarga bitta darvoza, xudo xolasa podarka qilamiz, ha? Tez orada. Obunachilarimiz yig'ilsa, nasib bitta darvoza podarka qilamiz. Nima dedingiz? Shunday. Mana yana bitta darvozamiz. Aka. Yaqa bitta darvoza turibdi. Obuna bo'lib qo'yamiz. Xudo xohlasa profillarimiz soni yig'ilib qolsa, nasib bo'lsa bitta obunachilarimizga bitta darvoza podarka qilamiz, aniqlab, xudo xohlasa. Mana ham bitta Samarqand fason mana suyagi. Mana shu listlardan bo'ladi. Bugunning hisobida xudo xohlasa erta ko'rsatamiz, ertalab. Bugun nechta qo'shildi? Yana 8 kishimi, 9 kishi qo'shildi. Ertaga ularning profilini ham taxlaymiz, ko'rsatamiz, nasib bo'lsa. Mana kichkina shogirdimiz. Bu ham qatnashgan, yutay deb, lekin o'z darvoza qilyapti, yutay deb harakat qilyapti. Lekin tanish bilish aralashtirmaymiz. Haqqoniy bitta qiynalgan oilaga, obunachimizga nasib bo'lsa, darvozani o'rnatib beramiz. Aka, chiroyli qilib, xolasa o'rnatib bersak, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Like, kommentariya. Do'stlaringizga jo'natib qo'yasizlar, obuna bo'lib qo'yasizlar. To'g'rimi usta? Ha. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.